O'qishning oxirgi kunlari bu bilan kelishuvimiz bor edi. Bir yil o'qiysan, baholaring ustozlaringga so'rayman. Agar zo'r o'qigan bo'lsang, sen chet sayohatga ketaman. O'qib bilmagan bo'lsang, sen qayerga ketasan, biz ketamiz deb kelishmadim. Bugun xudo xolasa sayohatingni taqdiri hal bo'ladi bolam. Sen darsingga, men ustozlaring yana. Bo'ldi, ketdik. Kamronbek farzandingiz boshda sentabr oyida data olgan vaqtda sinfimdagi kuchli 10 talikka ham girmagan edi. Ikkinchi test olgan paytimizda mana shunday natija chiqdi. Ammo shundan keyin biz 60% dan past o'zlashtirgan o'quvchilarni alohida yig'ib, har shanba kuni orqada qolayotgan bolalar bilan yanada yaxshiroq ishlash tizimini yo'lga qo'yganimizdan keyin oxirgi 4 oyda sizni farzandingiz sinfini eng kuchli 5 taligini ichine girib oldi. Dekabr oyida 69.9 70% ga ko'tarilgan. Fevral oyida 85%, aprel oyida 82% bo'lgan. Albatta bu yerda nima uchun tushish bo'ldi desa, darslar har doim qiyinlashib boradi. Har doim o'quvchidan bir xil yuqori natijani kutish to'g'ri emas. Qaysi fanlardan yaxshiroq o'zlashtirganligini ham ko'rib borsak bo'ladi. Masalan, Rustamov Kamronbekda angliskisi eng boshda kelgan vaqt 15% ekan. Keyin 60%, keyin 80% chiqqan ekan. 6 oy ichida 15% dan 80% ga ko'tarilgan. Va mana shunday do'stlik barish tizimi Xorazmda maktablar ichida juda ham kamyob. 2025-o'quv yilida Jasurbek farzandingiz oxirgi oyda Dubayga borib, xalqaro olimpiadada ishtirok etib keldi va u yerda sovrindor bo'lib keldi. Bu yil biza ko'proq olimpiadalar urib borjaymiz. Ketamizmi yo qolaverasanmi? Ketaman. Bu ketadi degan garantiyami bu? Hali ko'zlarimiz aylanib kelaveramiz.